Bir xilgalar aytadi, qalbing toza bo'lsa bo'ldi deydi. Men shularga bir gap bor. Baliq butun umr suvda yuradi. Butun hayoti suvda. Lekin baribir sasiydi. Bilasizmi? Chunki buni tagi sassiq. Baliqning zoti sassiq. Bo'lsa butun umr suvda yuradi, pokiza narsada yuradi. Lekin nima qilsin? Sassiq jonzot. Shuning uchun qalbim toza bo'lsa bo'ldi demang. Bu bilan nima demoqchiman? Baliq azaliy sassiqmi, pokiza joyda yurganmi? Bir xilgi insonlar bor. Qalbi maraz insonlar bo'ladi azaldan. U ming pokiza bo'lib, yasan-tusan qilgan bilan baribir bir kun emas bir kun marazligi tutadi. Xiyonatkor odamlar bo'ladi. Bir kun emas bir kun sizga xiyonat qiladi. Chunki xiyonat uni zotida bor, qonida bor. Pastkash insonlar bo'ladi. Hayotingiz eng cho'qqiga chiqqan paytida sizga pastkashlik qilib qo'yadi. Shuning uchun pastkashmi, nodonmi, zoti pastmi, u bilan uzoqqa bormang. Chunki aniq pastkashlik qiladi, aniq zoti pastlik qiladi, aniq nodonlik qiladi.